Haqiqiy домашний Napoleonni xamirlarini oralari shunaqa g'ovg'ay bo'lib pishadi va buning uchun o'zini siri bo'ladi. Bu sirni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta siz bilan bo'lishaman. Qani boshlaylik. 5,5 pilla unni olamiz va idishimizga solib, shidroleta margarinini solib, yaxshilab uvoq holatiga keltirib olamiz. Uvog'imiz xuddi shunaqa holatda bo'ladi va unga bitta pilla suv, ozgina tuz, yarim choy qoshiq va 1 choy qoshiq razlixitelь, bitta tuxum solib, birinchi qo'limizda yaxshilab massani aralashtirib olib, xamir qilib olamiz. Xamirlarimizni rangi shunaqa sariq va ularni 10 bo'lakka bo'lib olamiz. Bo'lingan xamirlarni 1 soatga morozilkaga qo'yib yaxlatib olamiz va usti qattiq, ichi yumshoq bo'lgan xamirlarimiz 1,5 soat 1 soatda tayyor bo'ladi. Ularni yaxshilab unlab yoyamiz. Chetlarini chiroyli forma berish uchun shunaqa pichoqda kesib olamiz va albatta eng asosiy siri vilkani shunaqa teshib chiqib, duxovkada 200 gradusda 10-15 minutdan pishirib olamiz. Qarabsizlarki, sizlarda g'ovg'ayli haqiqiy домашний Napoleonimiz tayyor bo'lyapti. Napoleonni yana ham mazali qiladigan narsa bu uni kremi. Albatta kremi uchun hech qanaqa margarin ishlatmaysizlar. Обязательно sariyog' ishlatinglar. Men nima sariyog'ligini Telegram kanalimga rasmini jo'natib qo'yaman. Sariyog' bilan molokoni yaxshilab mikserlab, xuddi shunaqa holatga kelgandan keyin ustiga krem korj qilib terib olamiz. Oxirgi 9-qavatidan keyin 10-qavatini biz ushoq qilib tashlaymiz va ustiga sepib olamiz. Qarabsizlarki, bizda bo'ylari baland, og'izda eriydigan, hidi butun uyga gurkiraydigan Napoleonimiz tayyor bo'ladi. Bu Napoleon 2 kun, 3 kun tursa ham qotib qolmaydi, mazasi o'zgarmaydi. Original retseptim yoqqan bo'lsa, saqlanib qolinglar, xo'p.